Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Prim. Bugungi videoda bizda Minecraft o'ynaymiz. Bizlar maqsadimiz daraja beruvchi damlamani olib foydalanish. Qana bo'lsam ketdik. Let's go. Buncha chiqishimiz kerak. Qana qilib chiqamiz? Qatdan chiqamiz, nimaga chiqamiz emas. Qatdan chiqamiz. Buni blok sindiramiz. Oldingi videoda men Minecraftni chalkashib ketdi degan videoda men uni to'g'rilab oldim. To'g'rilashning yo'li bor ekan. Nastalkadan. Biz endi boshlayapman Minecraft. Eshitdim. Men Minecraftlardan Kaizen ko'raman, xolos. Bo'lgani artefakt esa bir vaqtlar ko'p qolaman. Bu o'sha buzilgan joy Minecraft chalkashib ketgan. O'sha joy bu. Yana bitta blok qo'y. Sindirib olamiz. Buning uchun albatta biz qo'y topishimiz kerak. Butdan mana nima qilibdi? Butuchka mob bersa deb qo'shilgan mob. Bundan nima narsa qilsa bo'ladi deydi. O'shandan ustun sipirsa, nima edi? Supurgi bilan sipirsa, achsa, o'shanda ana bu narsa berar ekan. Ikki bronesa sissa bo'lar ekan. Yo'q, qo'ymi? Nima bo'ladi? Cho'chqa ekan. Molning o'zini eshitdilaringmi? Qo'y. Ovoz baland ekan lekin. Mana o'shamo. Mana. Sen nimaga baqirding? O'zing pappalan qo'yib. Yo'q, bu onasi tashimi? Chachib ketsa. O'l. Bitta go'sht berdi. Qumsoq. Tez botib qoldim. Nimaga? Degan. Endi o'rtog'im bor ekan. Qo'y. Mana gullarni sindirib ketaylik. 3 ta gulni o'zi yetadi menga. Menga lama emas. Точно hozir o'lamiz desa. Amal qo'y moblar chiqib boshladi. Yo'q bosh. Mana bu blok bilan yo'q bosh. Endi men inventarga kiramiz. Buni crafting table degan narsani yasaymiz. Qo'yamiz. Mana yasaymiz. Keyin endi mana buni yasaymiz. Tosh, qancha tosh? Ajoyib. Toshga xos. Shim ko'tar yashagin toshga xos. Bu hozir yerni sindiryapti. Beton sindiryapti. Nima bo'ldi? Yer sindirayotgan ekan. 3 ta tosh bo'ldi. Adashmasam Minecraftda yerni toshdan yo'q, yog'ochdan
ko'mir beradi deb eshitishim bor. Shu gap rost bo'lsa, hozir shuni sinab ko'rmoqchiman. Crafting table'im qayerda endi? Yo'ramaylar, ko'milib qoldim. Qani men crafting table'im? Oy, sindirib qo'yibman u. Aytdim-a, nimaga bunaqa bo'lyapti? Juda bo'lmay bo'lsa. Tez pishar ekan lekin. Ha, o'xshadi do'stlar, o'xshadim. O'chib qoldimmi endi? Mana buni qilamiz. Qani? Ko'mir yasanmasmi? Salim meni bunaqasiga. Voy do'stlar. Uxlab qoldi. Oldingi versiyalar shu yasalat deb eshitishim bor edi mening. Go'shtlarni pishirib olaylik. Mayli, bu ko'mirni ham qo'yib qolamiz. Do'stlar, hamma yer tosh sindirib yuramiz. Tosh kerak bizga, ko'pgina tosh kerak. Boshqa nima pishirishadi? Tepadan bug'lar ko'p. Uncha bitta tosh sindirib. Toshdan narsa yasayverdik. Shunchaki o'tiramiz. Toshni nega tashlanmaslar, hozircha qo'llanmaymiz. Keyin. Voy, temir. Yaqinda turib temir bo'lishi kerak aytishmisan. Bu qo'yib yonaveradimi? Temir ham. Do'stlar, bu yer hozircha sizlarga bu yer qiziq emas. Mana shuning uchun hozir do'stlar, ozgina vaqt o'tsin bo'ldi shundan. Mana do'stlar, shuncha yer sindirdim. Endi men yog'och kelkam sinib qoldi. Mana ozgina foydalanib bir stak tosh bo'ldi. Bunlar kun sekin yoshib kelayotgan ekan. Asta sekinlik bilan aytgan fakilim qolib ketmasin. Ikkita fakil yo'qotib oldim. Lekin qadrli fakillar edi. Qani tudun. Mana yuramiz. Uzoqroq joylar. Basharangga ham. Sen pulni nima qilyapsan? Basharangga ham. Qo'yar. Sen kun shu boyda qidirib yurdim. Sen tufayli men unaqa bo'lolmadim. Tashqariga chiqa olmadim. Creeper bor ekan bu yerda. Sekin lekin creeper eng xavfli moblardan biri. Ketamiz yaxshi bittin. Bu nimadir? Menimcha zombi-pombi urib qo'ygan dedi. Bichorlar. Bunu endirmaymi? Bu nima skeletot? Voy. Qo'ychi.
Ha, aytgandek boy gençlerim o'ynayotgandi. Unda qo'yanchirdi. Endi men o'ldirishim kerak. Bashiringga ham. Qattisan. O'qiga yaramas. Sen menga endi pilar bo'lmasang, sen uraveraman. Uraman. Qo'rqib ketdi. 20 FPS bor. Beramasdim. Qani bormikin? Yo'q. Isketot minsa bo'larmikin? Ko'ramiz. Uy. Kayfi o'tdi. Bundan yurish kayf ekan lekin. Bu mening shaxsan bugundan boshlab mening otim. Lekin keyinchalarga rahmat. Bu nima yer ekan endi? Sen go'sht yeysanmi o'zi? Menga baribir. Nimaga baribir? Mening otim axir. Menga baribir bo'lishi mumkin emas. Menga buni sog'lig'i kerak. Hibs ana. Sekinlik bilan to'lyapti hibsi. Shu yaqinlarda qishloq qopish kerak. Hozir şey ham brat. Doqqa kerakingga. Kerakingga go'shting ham menga kerak. Qani. Darajang ham kerak. Sen ham keraksan. Mana senga. O'zim bilaman kimni qanaqa urishni. Qani ketdik. Birinchisi men bechora bekor o'ldimmi deyman. Kimning foydasi chiqdi chiyanchalaring ham. Sketot barmasi. Qani hech qanaqa qo'rqmasam ham bo'ladi. Qum botib qoladi deb. Narsa bo'lmaydi, nima edi, nima edi. Aytgancha, do'stlar kecha 26-sindagi o'yin ko'rdingizmi? El Clasico, Real Madrid vs Barcelona. Oydot. Aytgandek, Real Madridni ko'rganlar bo'lsa, deyman, ko'rolmaganlar bo'lsa, siz o'zingiz yoqtirgan klubingizni kommentariylarga yozib qolding va kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Iltimos, bu kanal yangi ochilgan. Yangi kanal. Aytgancha, agar Instagram agar kimgadir Instagram akkauntim kerak. Do'stlar, menga YouTube bu video 16,5-17 daqiqalik video edi. Ammo menga YouTube 15 daqiqadan ortiq video yuklashni man qilib qo'ydi. Shuning uchun bu videoning qolgan 1,5 daqiqasini kesib tashladim. Bu uchun addishi uzr do'stlar. Iltimos kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Agar shu video 100 ta like yig'sa, men keyingi qismga mehmon chaqirmoqchiman. Mehmon ikkalamiz birga Minecraft Let's Play video o'ynasin.
ikkinchi qismini olamiz. Iltimos like bosinglar, kanalga obuna bo'ling.